Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga xabarlar tarqaldi. Og'ir judolik janoza. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Kecha 7-may kuni amerikalik siyosatshunos, xalqaro xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq mudofaa vazirining o'rinbosari Jozef Nay 88 yoshida vafot etdi. Bu haqda Garvard universiteti xabar berdi. Xalqaro munosabatlarda kuchning tabiati haqidagi g'oyalari siyosatshunos, olimlar va talabalar avlodiga ta'sir ko'rsatgan va uni dunyodagi eng mashhur siyosiy mutafakkirlardan biriga aylantirgan. Garvard universitetining faxriy professori kichik Jozef Nay 88 yoshida vafot etdi deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.